Assalomu alaykum. Bugun sizlarga tushuntirib bermoqchi bo'lgan mavzuyim qo'l kaftining asimmetriyasi. Qo'l kaftining asimmetriyasi bu ikki qo'l, ya'ni chap va o'ng qo'l shakli, hajmi, harakat yoki funksiyasi orasidagi farq bo'lishi holatidir. Bu farq ba'zida tabiiy bo'lishi mumkin, ba'zida esa patologik holatni bildiradi. Shuning uchun qo'l asimmetriyasi ikki asosiy guruhga ajratamiz: odatiy fiziologik va noodatiy patologik holatlar. Odatiy asimmetriya bu insonning tug'ma yoki hayotida shakllangan qo'li bilan bog'liq bo'lgan farqlardir. Masalan, o'ng qo'li bilan ishlaydigan insonning o'ng kafti chapiga qaraganda kuchliroq, aniqroq harakat qiladi va mushaklari biroz rivojlangan bo'ladi. Bu farq har doim ham ko'zga tashlanmaydi, biroq u fiziologik holat hisoblanadi. Odatda bu holat 2-3 yoshlarda bo'lgan yosh bolalarda shakllangan bo'ladi. Ya'ni bu bola qaysi qo'l bilan faolroq ishlay boshlaganda fiziologik asimmetriya sog'lom bolalarda yoki kattalarda hech qanday ortiqcha muammo keltirmaydi, chunki har ikki qo'l umumiy funksiyani bajarishga qodirdir. Noodatiy asimmetriya esa patologik holat bo'lib, u asosan tug'ma yoki orttirilgan kasalliklar oqibatida yuzaga keladi. Bunday asimmetriyada bir qo'l ikkinchisiga nisbatan ancha zaif, shaklan kichikroq, harakati cheklangan, mushaklar rivojlanmagan yoki deformatsiyalangan bo'ladi. Bu holat turli kasalliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, bolalar serebral falajida bo'lganda bir qo'lning spastiklig'i yoki qisqa bo'lishi, gemiparez yarim falajlik holatida bir qo'lning harakatga qodir emasligi kuzatiladi. Bundan tashqari, braxial plexus qo'l asab tolalarining shikastlanishi yoki tug'ma ortopedik nuqsonlar, masalan, barmoqlar sonining kamligi ham qo'llar orasidagi nomutanosiblikka sabab bo'ladi. Qo'l asimmetriyasining yana bir sababi sindromli holatlar bo'lishi mumkin. Masalan, Poland sindromida bir qo'ldagi mushaklar tug'ma yo'q bo'ladi. Oqibatda bu qo'l kichikroq va harakatsizroq bo'lib qoladi. Shuningdek, Kippel-Trenvan sindromida ham qo'l va oyoqlarda hajm farqlari bo'lishi mumkin. Noodatiy asimmetriya erta aniqlanishi va tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak. Buning uchun shifokorlar klinik ko'rik, ya'ni rentgen, MRT, elektromiografiya kabi diagnostik usullardan foydalanadi. Bu turdagi asimmetriyani aniqlash va bolaning rivojlanishidagi to'siq bo'layotgan omillar aniqlanadi. Terapiya jihatdan esa noodatiy asimmetriya uchun fizioterapiya, ergoterapiya, kundalik faoliyatni bajara olishni o'rgatish, ortopedik moslamalar, protez, ortoz va kerak bo'lsa jarrohlik orqali ham bartaraf etish mumkin. Maxsus ehtiyojli bolalarda pedagogik yondashuvlar juda muhim bo'lib, logoped, defektolog, psixolog va fizioterapevtlar bilan birgalikda ishlash kerak bo'ladi. Qo'l asimmetriyasi bo'lgan bolalar bilan ishlashda ota-onalarni ham bunga ruhan tayyorlash zarur. Ular uy sharoitida mustahkamlovchi mashqlar, motivatsiya va quvvatlovchi muhit yaratish kerak. Bu bolaga noto'liqman degan hissiyot berilmasligi muhim. Aks holda psixologik muammolar yuzaga kelishi mumkin. Sizlarga tushuntirib bermoqchi bo'lgan mavzuyim qisqacha shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.